Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Qurbon hayiti yaqinlashib kelmoqda. Biz esa chakchaklar tayyorlashni o'rganib turamiz. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Bismillahirrohmanirrohim. Idishimizga 4 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz va yarim choy qoshiqda tuz solamiz. Mikser yordamida oppoq bo'lguncha, qattiq holatga kelguncha tuxum oqini ko'pirtirib olamiz. Mana shunday penka holatiga keltirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi bunga 4 dona tuxum sarig'ini ham solamiz. Massamizni sekin-astalik bilan aralashtirib, chiroyli qilib bir xil ko'rinishga keltirib olamiz. Un solamiz. Unimiz har doim pishiriqlar va shirinliklar uchun oliyna bo'lish kerak. 1 choy qoshiqda oddiygina pishiriq sodasini solamiz. Va massamiz yaxshigina quyilguncha mana shunday lopata yordamida aylantirib olamiz. Keyin esa qo'limiz yordamida xamir tayyorlaymiz. 4 dona tuxum uchun menda 3 piyola, ya'ni paxtagulli piyolada to'la-to'la hisobladim. Shu un ketdi, yana kam bo'lsa xamirning holatiga qarab solaverasiz. Chakchak xamirini juda ham qattiq qilib yubormayman, o'rtacha holatda tayyorlayman. Xamirimizni tayyorlab olamiz. Xamirimiz shunaqa qo'lga yopishadigan bo'ladi. Mana stolimizga olganda ham sezilib turibdi. Juda ham yopishqoq xamir bo'ladi. Albatta har doim xamirimizni mana shunday stol ustida yoki bo'lmasam taxta yog'ochlik xonlarning ustida yaxshilab ishlov berib olsak juda ham yaxshi holatda bo'ladi. Tuxumning o'ziga bo'lganligi sabab mana qo'lga yopishyapti hali ham. Tindirishga qo'ydim yarim soatga, keyin esa 2 bo'lakka bo'lib, yana yarim soat tindirib olaman. Xamirni erta kundan tayyorlab qo'ysangiz, albatta xamirni yaxshilab tindirib olgan bo'lasiz. Endi zuvolachalarimizni bir donasini olib yoyamiz o'xlov yordamida. O'zbek qaynona TV kanalida yangi mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Shunday qilib quvvatlab tursangiz, bizning retseptlarimiz sizga o'xshagan uy bekajonlarini xonadonlarga yetib boradi va ular ham mana shu retseptlardan foydalanadi. Buning uchun siz o'z hissangizni qo'shganingiz uchun ulkan savoblarga ega bo'lasiz va barchangizga oldindan minnatdorchilik bildirib qolaman. Xamirni ham mana yoyib oldik. Juda ham qalin holatda bo'lmasin, mana shunday yuqaroq qilib yoyamiz va xamirimizni o'rtasiga xuddi shunday qilib oddiygina hidsiz o'simlik yog'ini, ya'ni pista yog'idan foydalandim. Mana shunday surtib olamiz teng yarmiga. Endi yog' surtilgan tarafga xamirni teng yarmi mana quruq holatda edi, yopamiz. Lentalar kesib olamiz. Oddiy oshxona pichog'ida qirqib olsangiz ham bo'ladi. Men mana shunday keskichidan foydalandim. Mana lentalarimiz 2 qavat bo'lib, qalingina bo'lib qoldi. Endi qirqilgan xamirimizni mana shunday ko'rsatkich barmog'ingizni qo'yib, shu kenglikda kesib olsangiz ham bo'ladi. Men tekisroq bo'lishligi uchun mana shu oshxona predmetidan foydalandim. Ikkala zuvolachamni ham yoyib tayyorlab oldim va mana shu qirqilgan xamirlarni esa kattaroq idishga terib, salgina quritib olamiz. Qozonga esa 1 litr yog'ini quyib qo'yganman, albatta qizib turibdi. Olovni past qilib qo'yganman. Hozir bularning barchasini solib sizlarga ko'rsatib beraman pishirish jarayonini. Qozondagi yog'imiz mana qizib, salgina sovib ham qoldi. Juda ham qiziq holatda tashlab bo'lmaydi xamirlarni. Qirqilgan xamirchalarni solganimizdan so'ng mana shunday vilka yordamida yordam berib yuboramiz xamirimizga, chunki o'z holicha pishadigan bo'lsa, bunaqangi buralib chiqmasligi mumkin. Chakchaklarni pastroq olovga solib qovuramiz. Agar olov baland bo'lsa, tezdagina qizarib ketadi. Xamirchalarni solgandan so'ng vilka yordamida mana shunday urib yordam berib yuboramiz.
Shunda chakchaklarimiz mana shunaqangi buralib chiqadi. Baribir chakchak xamirlarini barchasi bir xil ko'rinishda bo'lmaydi. 50 ga 50% mana hammasi ham juda ham buralib chiqmaydi. Mana shunday buralmay qolganlari ham bo'ladi. Ming uringaningiz bilan mana shunaqa buralmasdan ham qoladi. Keyin esa chiroyli gulli bo'lib chiqqanlarini mana shunday sartaroshga qilib tayyorlab olamiz. Sirop uchun novvotdan foydalandim. Bir piyola katta piyolada to'la qilib solingan novvotga 1 stakan suvni quyib, gaz plitamizga qo'yib, mana shunday sirop holatiga kelguncha qaynatib olamiz. Bir bo'lak limon bo'lagini ham soldim. Taxminan 10 daqiqa davomida qaynab turadi. Shunda novvotlari erib, ustiga mana shunaqa ko'pikchalar paydo bo'lgandan so'ng, albatta sirop holatiga kelgan bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz ko'pikchalarini. Bir piyola to'la qilib solingan novvotga 1 piyola suvdan foydalanasiz. Suvi ortiqcha bo'lib ketishi kerak emas. Siropimizni setkadan o'tkazib olamiz. Mana shunaqa qoldiqlari qolgan bo'lsa, bemalol choyga solib ichib yuborishimiz mumkin limon bilan birgalikda. 2 osh qoshiqda quyuqqina asal bor edi, uni ham soldim. Makazin asallari ham bo'ladi. Bu tog'ni asali juda ham quyuq holatda. Siropimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Soviganda bundanda quyuqroq holatga keladi. Hozir issiqligi uchun ko'rinishi suyuq holatda turibdi mana. Qoshiqdan shunaqa sekin holatda tomib tushadigan bo'lsa, siropimiz juda ham yaxshi tayyorlangan bo'ladi. Mana endi buralmasdan qolgan chakchak xamirlarimizga siropni quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Taxminan 1 piyola miqdorida quydim. Men qoshiqda quyyapman hozir siropni. Qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Ko'p joylarda chakchaklarni tekshirib ko'rganman, tishga yopishib qoladigan cho'ziluvchan bo'ladi. Men tayyorlagan chakchaklar umuman unaqa emas. Mana shunday uy sharoitida juda ham zo'r bo'lib og'izda erib ketadigan bo'ladi. Mana shu retsept bo'yicha albatta foydalanib tayyorlab ko'ring. Mana endi ozginagina sigushonka молокоdan ham foydalanib ustiga quyib olaman. Juda ham ajoyib ta'm beradi. Endi esa chiroyli bo'lib sartaroshga qilingan chakchaklarimizni eng usti qismiga terib chiqamiz. Bu chakchaklarimiz hozir buyurtma uchun edi. Mana shu holatda olib ketadi. Agar siz mehmonlar uchun tayyorlasangiz, ya'ni mehmonbop qilib, dasturxonbop qilib, chiroyli qilib bezatib olasiz. Oddiygina hozir hammaning uyida fujerlar chiqqan. Shularga tagiga mana shunday maydalarni solib, ustiga esa chiroyli buramalarini qo'yib chiqasiz. Shunda stolingizda juda ham go'zal bo'lib ko'rinadi. Men esa hozir ushbu chakchaklarni buzib yubora olmayman. Mana shu holatda jo'natib yuboraman. Ustini chiroyli qilib bezatib qo'yasiz. Men fistashkadan foydalandim. Ya'ni pista bodomlarni maydalangani. Va yana mana shunaqa qanchalar bor, har xil rangdagi. Shularni ham sepib qo'ydim. Mana fistashkani ham sepaman. Xohlasangiz ustini sigushonka молоко bilan chiroyli qilib chizib bezatib olsangiz ham bo'laveradi. Juda ham oddiy, uy sharoitida bemalol tayyorlay olasiz. Og'izda erib ketadigan, qarsillagan mana shu chakchaklarni albatta tayyorlab ko'ring. Barchangizga rahmat. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.